Qirg'iziston yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Axbaraxut nomli asari. Bu asar Beliqut şirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anlatildi. Uning ikki hikoyasi bor. Birisi o'zininki, uning mazmunini hech kim bilmaydi. Yana birisi bu so'zlab bergan hikoya. Keyin bu ikki hikoya izdiraksiz yo'qoldi. Nima uchun? Bizning so'zlaydiganimizmi dal mushu. Bu bala bu yil 7 yoshga kirdi. Qo'rsoq yeshi bo'yicha hisoblaganda 8 yoshga kirdi. Dastlabda bir so'mk setib oldi. Bu beg'ining ostida parqirab turadigan metal qulubi bor, sun'iy xurumdan ishlangan so'mka edi. Qisqasi, u odatdagidan boshqacharak, lekin yana maktabga borganda ishiladigan eng oddiy so'mka edi. Voqeaning hammasi mushuningdan boshlanadi. Bu so'mkani buvisi uningga ko'shma do'kondan elib bergan. Ko'shma do'kon chorvachilar ehtiyojli bo'lgan mollarni elib, tog'liq rayonda aralab yuriydi. Ba'zida Santosh jilg'asidagi o'rmon qarovulxonasiga mol sotqili keladi. Kesishmanlik qilingan tog'liq rayon o'rmonligi bu yerdagi o'rmon qarovulxonasidan tartib Tarjilg'a va yonbag'irlarni bo'ylab yuqorigacha so'ziladi. O'rmon qarovulxonasi turishlik joyda hammasi bo'lib 3 uyli kishi bor. Shundoq bo'lsa-mu, ko'shma do'kon gayi-gayida o'rmon qaravullarini yo'qlab kelib qoladi. 3 uyli kishi orasidagi bu birdan-bir o'g'il bola hamisha ko'shma do'konni birinchi bo'lib payqaydi. Keldi! U varqirganicha har bir uylikning eshik derazalariga qarab yuguraydi. Mashina do'kon keldi! Mashina chaqlarining besishidan hosil bo'lgan yo'l Tarjilg'a, daryo yoqasini bo'ylab tosh parchalari ozganlardan o'tib Issiqko'l bo'yidan bu yerga so'zilgan. Mashinani bu yo'lda haydab minish haqiqatan oson emas. Qarovul teg'iga yetib borgandan keyin ko'shma do'kon jilg'i jiralarning ostidan yontoliq chiqib, u yerdan ham tek, ham siliq yontoliqni bo'ylab o'rmon qaravullarining hovlisiga qarab, asta-asta yaqinlab keladi. Teg'i yaqinli yerda. Yoz kunlari bu o'g'il bola kunda degudek tog' ustida turib, durbin bilan ko'lga qaraydi. Tog' ustida tursa, yo'ldagi hamma narsa, piyodalarmi, otliqlarmi, u buchiq ko'rinadi, mashinami ko'rinadi albatta. Bu qitim bola ko'lchakda yuyunib etib, mashinaning to'p-to'zitib, yo'ndo'liqdan kelayotganligini ko'rdi. Ko'lchak daryo bo'yidagi soyliqda bo'lib, balaning buvisi uni tosh bilan qo'pirib yasab bergan. Bu ko'lchak bo'lmagan bo'lsa, kim biladi? Bu bala Alloh hayotidan ayrilgan bo'ladi. Mo'misining aytganidek, daryo suvi Alloh uni eqitib Issiqko'lga elib borgan. U bo'lsa, ko'ldagi beliqlarga va turli suv o'simliklariga hamroh bo'lgan bo'ladi. Balki hech kim uni izlamaydi, uning uchun hasrat chekmaydi. Chunki hech kimning suvga sho'ng'ib tushib, hech kishiga jiddiy ehtiyojli bo'lmagan bir balani tepib chiqishi hojatsiz edi. Bundaq ish hozircha texi bo'lmadi. Lekin bu ish haqiqatan bo'ladigan bo'lsa, kim biladi? Mo'misi rastini uni qutqizmay qarab turamdi texi. Beliqut xazinasi. Bala uning o'z navrisi bo'lgan bo'lsa-da, albatta ish boshqacha bo'lgan bo'ladi. Lekin dal mo'mayning aytganidek bala yap bala edi. Uni qachongacha baqqani, uning uchun qanchalik ajr singdirgani bilan yot degan hamini yot odam. Agar u yot odam bo'lishni xohlamasa, u chaqda qandoq bo'ladi? Nima uchun uning atay yot odam deb qaralishi kerak ekan? Balkim yot odam u emas, balki dal mo'misining o'zidir. Lekin bu masala ustida keyin to'xtalaman. Yana buvisining ko'lchigi ustida-mu keyin to'xtalaman. Shunday qilib, shu chaqda u tog'dan tushib, yo'lni bo'ylab to'p-to'zitib kelayotgan mashina do'konni yiroqdan ko'rdi. Bu
dövrem buvisining cho'qim o'ziga bir so'mka elib berdiganligini pamlab, uning qalbi shodlikqa to'ldi. U darhol suvdan chiqib, inchik pochoqlarini uzitib, tezlik bilan ishtinini kiydi. Badallari ho'l bo'lg'achqa to'nglab ko'kirib ketgan edi. U ko'pchilikka do'konning kelganligini birinchi bo'lib xabar qilish uchun chig'ir yo'lni bo'ylab hovliga qarab yugurdi. Bala ushqanday yuguraydi. Uşaq çatqanlardan atlab o'tadi, yo'lni qo'ron tashlar to'sqanda sakrab o'talmasa, aylanib o'tadi. Mayli çatqanlardan yoki qo'ron tashlar yenidan o'tganda bo'lsin, ularning paylining yomonligi, hatto putlashtirib yiqitadiganligini aniq bilib tursa-mu, u bir sekundni zoya qilmay yuguradi. Mashina do'kon keldi, men saldirib kelaman. U yugurib ketib yo'ldagi yotgan to'yga, ya'ni yerimi to'pig'i ko'minib qolgan dunchak bir gilrang tashga qarab varqaraydi. Odatdagi kunlarda bola bu yerdan o'tganda hamisha to'ygining dumisiga urib qo'yadi. Hamon xo'jayin qiyofatida bo'lsa o'zining kalta quyruqli oqta etini urib qo'ygandek uni urib qo'yadi-da parvosizlik bilan. Mushu yerda meni saqlab tur, mening ozroq ishim chiqib qoldi, deydi. Uning yana bir egar teshi, ya'ni ustida yerim oq, yerim qora chekitlar bilan bo'lgan o'ttirsa o'yman teshi bor. Uning ustida o'ltirsa, baayni orqa minganga o'xshaydi. Yana bir bo'ri tash, ya'ni oqish qumir rangli kelgan to'n bo'yin, qo'pol manglayliq turqi bo'riga o'xshaydigan tash. U doim asta o'milab unga yaqinlashib, uni tutib olmoqchi bo'ladi. Lekin uning hammadan bak yoqtirdig'ini tanki edi. Ya'ni daryo suvi yalab turadigan, daryo qirg'og'ida qad ko'tarib turgan cho'ng tash edi. Qarab turinglar. Tanki qirg'oqdan o'qdek tushishi bilanla o'rkashlab eqiyotgan daryo suvidan bujg'ular chachraydi. Kinolarda tanka mana shunday harakat qiladi. Qirg'oqdan suvi o'qdek tushidi-da minib ketadi. Uning ko'rgan kinolari nihoyatda oz edi. Shunga ko'rgan narsalarini esida mahkam saqlaydi. Bo'si g'oyida uni tag'ning u tarafidagi So'xozga tava nasllik chorva fermasining kinoxonasiga kino ko'rgili elib boradi. Shunga tankining qirg'oqda daryodan o'tishga har vaqt tayyor turadiganligi uning esida qolgan edi. Yana boshqa tashlar, masalan, ziyonliq yoki oqko'ngil tashlar, hatto yiligar va kalva tashlarmi bor edi. O'simliklar orasidami o'xshashlar, suyumlik, batur, qo'rqinchoq, yovuz va boshqa xilma-xil o'simliklar bor. Masalan, xo'x tikan asosliq dushman. U bir kun ichida hamon xo'xini necha 10 qatim qirib tashlaydi. Lekin bundaq jangning oyog'i uzilmaydi. Xo'xi bo'lsa, hadab o'sib, hamma yerni qoplab ketadi. Yana edirlarda hashqichak bor. Garchi ularmi yo'q o'simlik bo'lsa-mu, lekin hashqichak eng aqlli va xushxo'y gul. Har kuni atdeganda ular hammadan bakrak zuh bilan quyoshni kutib oladi. Boshqa o't-cho'plar hech nimani bilmaydi. Atdegan bo'lamdi, kech bo'lamdi, ular uchun baribir. Hashqichak bo'lsa, ozroq oftobni ko'rsalar ko'zini ochib kulimsiraydi. Dastlab bir ko'zini, orqadan ikkinchi ko'zini ochadi. Uning orqasidan bir-biriga ulashib, gul barglarining hammasi ochiladi. Oq, havo rang osh so'sin. Ast kelib, ularning yonida o'ltirsang, ularni go'yo uyg'ongandan keyin shivirlayotgandek his qilasan. Uşaq chumililarmi buni biladi. At degandalar ular hashq pichakning ustida chepishib yurishidi. Quyosh nurida ko'zlarini chimildatib, gullarning gaplariga quloq soladi. Shuni aytib berayotganda balkim. Kunduzi odat tush vaqtlari. U bola ko'p qo'lliq shiral darxi o'sadigan o'rmonga kirishni yaxshi ko'radi. Shiral darxi yo'g'on ham egiz o'sadi. Chechaklimigini bilan uningdan gupildab xushbarak kelib turadi. Bu daraxtlar boshqa o'simliklarni o'ziga yaqin yo'latmaydi.
top o'sadigan bo'lg'achqa ba'ayni kichik orolga o'xshaydi. Shiral darxi sodiq do'st. Agar sen birarsidan azor yeb, rosa yig'lab qo'sqini bo'shatolmoqchi bo'lsang, ham boshqalarni ko'rib qolmasin desang, bu daraxtga kirsang bo'ladi. Shiral o'rmonligidan qarg'ayliqningidek puroq kelib turadi. O'rmonliqning ichi ham demiq, ham jimjit. Lekin muhimi daraxtlar osmonni to'sib olmaydi. O'ngdanga yetib, ko'k osmonga qongancha qaraya olaysan. Dastlabda ko'z yoshlaring to'sib o'lib, hech nimani farq etolmaysan. Bir pasdan keyin bulutlar o'zib kelib, tasavvuringdagi hamma narsani shakllantiradi. Bulut beoram bo'layotganligini biladi. Sening barliq kishilarni cho'chitgan holda bola yutib ketdi. Uni nerdan toparmiz degizib, hech kim topolmaydigan yiroq joylarga ketgum keladi. Bundaq ishlarning sodir bo'lmasligi, sening bu yerdan ayrilmay, tinchqin yetib, bulutlarning o'zgarishini tomosha qilishing uchun bulutlar sening tasavvuring bo'yicha xilma-xil ajoyib ko'rinishlarni paydo qilish orqali seni bazlaydi. O'qma o'xshash ko'rinadigan bulutlardan murakkab va xilma-xil qiyofatlarni ko'ra olaysan. Bulutlarning nimalarni shakllantirayotganligiga butun diqqating bilan qarab turasan. Shiral o'rmonligi jimjit. Uning ustiga daraxtlar osmonni to'sib olmaydi. Bu o'rmonlikdan issiq qarg'ayliq hidi kelib turadi. U yana o't-cho'pga doir nurg'un ishlarni biladi. U soydagi o'tliqda o'sgan, kumushdek parqirab turadigan chig'larga azor bermaydi. Bu chig'larning boshlari yenik, o'zimi g'alitalar. Ularning yipakka o'xshash yumshoq chechaklari shamolsiz yashay olmaydi. Ular doim shamolni kutib turadi. Shamol qaysi tarafga chiqsa, ular shu tarafga egiladi. Yana kelib, buyruqqa bo'ysungandek hammasi birlikda egiladi. Qora yomg'ir yog'adigan bo'lsa, ular yoshirinadigan joy topolmay, u yoq bu yoqqa eg'anglashib, yiqilishib, yerga choplashib qoladi. Ularning puti bo'ladigan bo'lsa, tikvatgan bo'lar edi balkim. Lekin ular xubsalik qiladi. Yomg'ir to'xtashi bilanla shallaqchiqlar yana qaytadan shamolda eg'anglashga boshlaydi. Shamol qaysi tarafga chiqsa, shu tarafga egiladi. Balaning hamrosi yo'q. U atidan kechgacha mushu sodda tabiiy muhitda yashaydi. Ko'shma do'konni ko'rgandala, u bolalarning hammasini unutdi. Hech narsaga qaramay, uningga qarab chapadi. Bu ko'shma do'konga gap sig'amdi. U qandaqdir tosh, o'tchib emasdi. Bu ko'shma do'konda nimalar yo'q deysiz? Bala yugurib uyiga kelgan chaqda ko'shma do'kon uyining kaynidan hovliga kirgan edi. O'rmon qarovulxonasidagi uylar daryoga qarab turadi. Oldi taraf udul daryo qirg'og'iga tutishadigan va sal yo'ntilishib boradigan past yo'lga aylangan. Daryoning u qiyida bo'lsa, daryo suvi yalab turadigan tik qirg'oqdan tartib tog' edirlarni qoplagan o'rmon lo'ngida cho'qchib turadi. Shunga o'rmon qarovulxonasiga boradigan yo'l faqat birla. Uyning kaynidan aylanib kelish kerak. Bala o'z vaqtida yetib kelib xabar qilmagan bo'lsa, ko'shma do'konning bu yerga kelganligini hech kim bilmaydi. Bu chaqda er kishilar uyda yo'q edi. Dilqut xazinasi shahardalar o'z ishlariga ketgan. Ayollarla uy ishlari bilan band edi. Bala har bir uylikning eshigiga kelib, "Keldi! Keldi! Ko'shma do'kon keldi!" deb cho'rqaradi. Ayollar qo'zg'ilib ketishdi. Tiqib qo'ygan pullarini izlab tepishib, bir-biridan qilishmay, uylaridan yugurib chiqishdi. Hatto mo'misimi baladi. "Qaranglar, uning ko'zi nima degan o'tkira?" deb maqtab qo'ydi. Bala ko'shma do'konni xuddi o'zi ilib kelgandek bek xush bo'lib ketdi. U ularga bu xush xabarni yetkazganligi uchun o'zini baxtli his qildi.
Shundaqla ular bilan birlikda hovliga qarab yugurib, ular bilan birga yupuqliq yuk mashinasining echiqliq eshigi oldida qistilishib turganlik uchunmi o'zini baxtli his qildi. Lekin do'konning eshigi oldiga beribla ayollar uni esidan chiqaravatdi. Ular uni aslab nima qiladi? Yanzim mallar ularning ko'zlarini qamashtiribdi. Ayollar hammasi bo'lib 3 kishi, ya'ni balaning mo'misi, Bekay hammachisi va yordamchi ishchi Said Ahmadning ayoli Guljamal ismli cho'kan edi. Bari yo'qi mushu 3 ayol edi. Lekin ular oldirishib, nars keraklarini u yon bu yon o'rib, oldi kayniga qarab, shunchalik qalaymaqanchilik paydo qildiki, mal sotquchi ulardan bir-birlab kelishni, tangli churildashmay bir-biridan so'zlashni talab qilishga majbur bo'ldi. Lekin mal sotquchining so'zi ayollarga kor qilmadi. Ular oldi bilan hamma narsani quchoqlab oldiga tortishdi. Orqadan tanlashga kirishdi. Oxirida tanlab olgan narsalarni qaytaribdi. Ular tanlab olgan narsalarni bir chetga qo'yib, kiyib beqishyapti, talashyapti, gumon qilishyapti. Ular o'xshashli bir ishni necha 10 qaytimlab yondirib so'rashyapti. Buni yoqtirmaydi, uni qimmat ko'radi. Yana birisining bo'lsa, rangini yaratmaydi. O'g'il bola bir chet qarab turib, zerikishga boshladi. Uning dastlabda ma'lum alohida shayini ko'rishga intizor bo'lgan qiziqishi yo'qoldi. Uning ko'shma do'konni ko'rganda paydo bo'lgan xushalligidan asar qolmadi. Uning nazarida ko'shma do'kon tuyuqsizla turli eski tuskalar bilan to'lgan oddiy mashinaga aylanib qoldi. Mal sotquchining qo'shimiz turildi. Bu xotinlar hech narsa olmaydigan o'xshaydi deb o'yladi. U nemishqimi tog'davallardan eshib, shuncha yiroq yerdan bu yerga kelgan bo'lg'aydi. O'ylagandek xotinlarning ko'ngli sovishga boshladi. Hatto zerikib qolishdi. Ular ham o'zaro tushuntirishayotgandek, ham mal sotquchiga aytayotgandek qilib o'zlarini oqlig'ila turdi. Mo'may birinchi bo'lib puli yo'qligidan zarlandi. Puling bo'lmagandan keyin mal ola olmaysan-da. Bekay hammacha erining ruxsatisiz cho'ngroq narsalarni setib olishga petin olmaydi. U dunyodagi barliq ayollar ichida eng baxtsiz ayol edi. Uning balasi bo'lmaganlik uchun aroz qo'l haraq ichib mast bo'lganda doim uni uratdi. Buvay buningdan qattiq azoblanadi. Bekay nimani degan bilan uning qizida. Bu dövrem Bekay uşaq tushak narsa va 2 shisha vodka setib oldi. Bu bekar pul buzganlik. Bu balay ofatli elib keladi xolos. Mo'may taqat qilolmadi. Nemishqa o'zing balo topmoqchi bo'lasan? Mal sotquchi anglab qolmasin deb past ovozi shivirladi u. O'zim bilmayman. Bekay qisqali so'z bilan uning gapini bilib-etdi. Hay, qo'paqvash. Mo'may ichqarlik qilib osti g'udungshib qo'ydi. Mal sotquchi bo'lmagan bo'lsa, Alloh burunli Bekayga tanbih bergan bo'ladi. Ular tinishib qolgan edi texi. Guljamal ismli cho'kan pulini yondirib oldi. U mal sotquchiga erining yaqin orada shaharga kiradiganligini, shaharda pul lozim bo'ladiganligini, shunga pulni xajlabasi bo'lmaydiganligini aytqala turdi. Shu taraqqida ular ko'shma do'konning yenida qistilishib yurib, mal sotquchining deganidek bir yamoqlik mal elishib, o'z uylariga menishdi. Hey, mushu tijorat bo'ldimi? Mal sotquchi ketayotgan xotinlarning orqasidan birini ko'rdida, ular qalaymaqan qilib atgan narsa keraklarni yig'ishtirib, ketmoqchi bo'lib, kayniga qarab maqdi. Mushu chaqdla uning ko'zi baliga tushdi. Nima qilib tursan, salpan quloq? deb so'radi u baladan. Balaning quloqlari dingaygan, bo'yni inchga, beshi yo'g'an edi. Biror narsa olay demsan. Oladigan bo'lsang tezroq bo'l, bo'lmasa do'konni taqib etaman. Puling bormi? Mal sotquchi bekorchilikdan zerikib, mundaqla so'rab qo'ygan edi.
lekin bola adab bilan Yo'q aka, pulim yo'q deb beshini chayqadi. Meningcha sening puling bor dedi mal sotquchi yolg'ondan ishonmagandek bo'lib elib. Ovozini so'zib, bilib qo'y, bu yerdagilarning hammasi boy, lekin atay kambag'al qiyofatga kirib olasizlar. Yonchiqingdagi nima? Pul emasmi? Pul emas aka, dedi bola boyqadakli samimiy, astoydil qiyofatda. U yana to'shik yonchug'ini urib ko'rsatdi. Undaqda puling tushib qopti-da. Yugurib kelgan yo'lingga berib izlab baq, tepiladi. Ular bir pas jim bo'lib qolishdi. Sen kimning bolasi? Mal sotquchi yana so'riqla turdi. Mo'min buvayning, shundaqmi? Bola beshini langishdi. Uning navrisi-ku deyman. Ha, deb yana beshini langishdi bola. Opang qayerda? Bola un chiqmadi. U bu haqda so'zlashni xohlamaydi. U sizlar bilan faqat aloqa qilmamdi. Opangni bilmaysan, rostmi? Bilmayman. Dadangni-ku, uni-ku bilasan? Bola zuvan surmadi. Bu qandoq bo'lg'ini og'ayna? Hech nimani bilmaydi ekansan-ku. deb mal sotquchi chaqchaq qilib ayyibladi. Rostini shundoq bo'lsa mayli, men olay. U bir changal kampni balaga uzatdi-da, "Xo'sh, ketdin", dedi. Bola izo tortib qoldi. "Olay, ol. Vaqtimga qashliq qilma, men ketmasam bo'lmaydi." Bola kampni yonchig'iga selib, mashinaning kaynidan yugurib, uni yo'lgacha uzatib qo'ymoqchi bo'ldi. U taps tavirmaydigan ho'run paxmaq it Baltikni chaqirdi. Aruz qo'l bu ishni o'ldirib yetaman deb tahdid silib turardi. U bu ishning nimaga keragi bor deydi. Lekin balaning buvisi uningdan bir mezgil ta'xir qilib turishni o'tinatdi. Buvay qo'rqchi ishdan bararsini topgandan keyin Baltikni boshqa joyga olib o'tmoqchi edi. Baltikning hech narsa bilan kori yo'q edi. Qo'sqi to'ysila uxlaydi. Qo'sqi ochsa biror narsa berarmikin deb kishilarga ko'zlarini mo'ldirlatib qaraydi. O'z odam bo'lamdi yoki yot odam bo'lamdi, uningga biror narsa tashlab bersa bo'ladi. Baltik mana shunday bir erkak ishlaydi. Lekin ba'zida u bekorchilikdan zerikib mashinaning orqasidan chapadi. Albatta, u ancha uzun yugurmaydi. Birli qo'g'livatsa u qo'rqib orqasiga badar qochadi. U haqiqatan bir lolma ishlaydi. Lekin nimani bo'lsin, it bilan birga yugurish yolg'iz yugurgandan ming yaxshi edi. Mayli qandoqli bo'lsa bo'lsin, u baribir itda. Bola mal sotquchiga belindirmay Baltikqa ostili bir tal kampir tashlab berdi. Quloq sol. Bizga xeyli uzun yugurishga to'g'ri keladi. Baltik yana kampir berarmikin deb osti g'ingshib quyrug'ini shipangshitib qo'ydi. Lekin bola uningga kampir bermaslik qaroriga keldi. Bunday qilsa boshqalarning ochchig'i kelmamdi. Kampirni ishga tashlab bersin deb bermagan tursa. Mana shu chaqda balaning buvisi ko'rindi. Buvay balchilik maydoniga borgan edi. Balchilik maydonidan betaraf bo'layotgan ishlarni ko'rgili bo'lmaydi. U bu yerga kelganda ko'shma do'kon texi mangmagan edi. Bo'lmasa, bala so'mkaga ega bo'la olmagan bo'ladi. Bu kuni balaning ta'limi o'ngdan keldi. Ba'zi chatoqchi kishilar mo'min buvayni chepilg'oq mo'min deb atashadi. To'rt atrofdagi kishilarning hammasi uni taniydi. Uni hamma odamni taniydi. Mo'min barliq odamga, hatto ancha tanishmaydigan odamlarga adab bilan muomala qiladi. Yana har qanday kishining hojatini ravo qilishga doim tayyor edi. Shunlashqa kishilar uningga chepilg'oq mo'min degan laqabni qo'yishgan edi. Lekin oltinni ushtum tut bekorga berayotganda kishilar uni qadrlamaydigan bo'lib qolgandek, uning qizg'inligini hech kim qadrlamaydi. Hech qanday kishi mo'minga uningdek yashangan kishilarga bildirishga tegishli bo'lgan hurmatni bildirmaydi.
Kishilar uning bilan takallufsiz aloqalashadi. Har qaytim bo'g'i avlodlari ichidagi obro'li biror mo'tivarning nazarsi bo'lganda, mo'min bo'g'i avlodi bo'lsa-mu, kishilar uni mol so'yish, esil mehmonlarni kutib olish, ularni otdan yulab tushirish, sinjay tutish, hatto o'tin yerish, suv to'shish qatorliq ishlarga soladi. Katta nazarlarda taraf-tarafdan keladigan mehmonlarning soniga yo'q tursa, qiladigan ishlar oz bo'ladi demsiz. Mo'minning bejirishiga havola qilinganki ishlarni u ham tez, ham yaxshi o'rinlaydi. Buning asosiy sababi shu ediki, u boshqalarga o'xshash o'rinlik qilmaydi. Bir qaytim Ayir kentidagi cho'qonlar o'lib ketgan ajdodining nazarsini qilganda nurg'un mehmonlarni kutib oladi. Ular mo'minning hamma ishni ko'ngildagidek bejirganligini ko'rib, ixtiyorsiz hayron bo'lishib, "Chepilg'aq mo'min bo'lmagan bo'lsa, qandoqmi qiladi?" deyishidi. Natijada navrisini elib, yiroq joydan yetib kelgan bu buvay choy qaynatquchiga yordamchi bo'ladi. Mushundaq o'ringa tushirib qo'yilsa, har qanday odamning jonpini chiqmamdi. Lekin mo'min bundaq ishlarga pisand qilmaydi. Chepilg'aq mo'minning mehmonlar uchun xizmat qiladiganligiga hech kim hayron bo'lmaydi. U shundaq bo'lishga tegishli edi. Chunki u abadil abad chepilg'aq mo'minda. O'zining sho'ri. Kim uni ko'rgan ishqi chepilsin debdi. Mubodi bararsi taajjub bilan uningdan: "Oqsoqol, nemishqa xotin haqlariga ish qilish berisiz? Butun kanatdagi yigitlar o'lib tugaganmi ya?" deb so'rasa mo'min. "O'lgan kishi mening qarindishim. Uning nazarsida men xizmat qilmasam, kim xizmat qiladi? Biz bo'g'i avlodlari eng dastlabki ajdodimiz mungizlik bo'g'i onamizdan tortib qarindosh bo'lib kelgan. Eng hurmatli bo'g'i onamiz bizga mayli hayot odam yoki xotirdagi odam bo'lsin, o'zaro do'st o'tishni topilganda" deb javob beradi. Qaranglar, chepilg'aq mo'min mana shunday odam. Cho'ng kichik hammaylan uni sanlaydi. Uning bilan chaqchaqlashishga bo'ladi. Buni buvay eg'i olmaydi. Uningga parvo qilmasa-mu, buningdan u qilichi og'rinmaydi. Ba'zilarning kishilarni o'ziga hurmat qilishga majburlashni bilmaydigan odamni haqlar kechirmaydi degani bekor emas ekan. U undaq qilishni bilmaydi. Mo'min qo'lidan ish keladigan odam edi. U yog'ochchilik qila oladi, ot jabduqlarini yasay oladi. Mengan dovliyalaydi. U yosh vaqtida kolxozda ishlaganda menganni shunchalik yaxshi dovlaydiki, qish kelganda uni chuvishqa kishining ko'zi qiymaydi. Sharqirab yaqqan yomg'ir xuddi o'rdakka suv yo'qmagandek, o't devisi ustidan serilib tushib ketadi-da, o'tning ichiga o'tib ketmaydi. Qar tushgandan keyingi o't devisi kishiga ikki tarafga qiypash ulgusini aslatadi. Urush mezgilida mo'min emgakchi jangchi sifatida Maynodolgorodskida tamchilik qilib, Staxonovchi bo'lgan. Qaytib kelgandan keyin o'rmon qarovulxonasida daraxt kesgan, o'rmonga qaragan. Namda yordamchi ishchi deyilgani bilan o'rmonga haqiqiy qaraydigan kishi mo'min edi. Kuyovlar orasqol ko'p vaqtlarda mehmondorchilikka ketadi. Boshliqlar ushtumtib kelib qolgandilar, uning o'zi boshliqlarni o'rmonlikqa boshlab boradi. Ularni o'g'lashga taklif qiladi. Mushundaq chaqlarda u bu yerning xo'jayini bo'lib oladi. Mo'min yana mol chorvalarga qaraydi. Hasal harsi baqatdi. Ahdidan kashkicha tinim topmay ishlaydi. Uning butun umri aldirashchilik ichida degudakli o'tgan bo'lsa-mu, boshqalarni o'ziga hurmat qildirishni o'rganib olmagan edi. Mo'minning tashqi ko'rinishi mo'ysbitlarga qilcha o'xshamaydi. Uningda salobatmi, kibrimi yo'q edi. U qilchimi surlik emas edi. Uning ko'ngli bakmi yumshoq edi. Uning yaxshilik qilib yomonlik ko'radigan alohiyligi bir qarashda bilinib turadi. Har qanday davr kishiga yomon odam bo'lsang bo'lginki, oq ko'ngil bo'lma
durus, yaman odam bo'lsang bo'l deb ta'lim berdi. Mo'min bo'lsa, o'zining qilg'inini o'zi tortadigan, hech qanday vaqtda tuzalmaydigan bir yaxshichaq odam edi. Uning chiroyidan hamish kulki yig'ib turardi. Yuzlarini qo'riq besib ketgan edi. Ko'zlari go'yo, "Qandaq, menga buyuradigan biror ishingiz bormi? Nima ishingiz borligini aytib qo'ysangiz, darhol bajo keltiraman" da'vatgandek qarab turardi. Uning burni yumshoq, panoh bo'lib, qanshiri yo'q degidekli edi. Uning ustiga bo'yi mupakar bo'lib, o'smirlardekli chaqqan edi. Saqal bo'tlarini aytmayla qo'ying. Kulkiga qolmoqdan boshqa amal yo'q. Sipsiliq enigining ustida 2-3 talla qizg'ish tuk bor. Uningdagi saqal bo'tning hammasi shu. Ko'p hollarda saqallari qo'yiq o'sgan, ustiga keng qayrimi yaqiliq yo'g'an juva, beshiga kigiz qalpoq kiygan salobatlik bir mo'ysipitning egirga kumush yalatilgan qovul atqa minib kelayotganligini ko'rasiz. Bunday kishini ko'rganda ahvol tamoman boshqacha bo'ladi. Siz cho'qim bunday kishini donishmand, avliyo deb hisoblaysiz. Bunday kishilarga egilib ta'zim qilsangizmi o'ng'aysizlanmaysiz. Bunday kishilar hamma yerda hurmatlanadi. Mo'min bo'lsa, tug'ilganidan tartibla chepilg'aq mo'min xolos. Balkim uning birdan bir ortiqchiligi boshqalarning nazarida o'zining obro'yini tuvanlatib qo'yish, o'ltirishi joyida bo'lmay qilish, so'zi joyida bo'lmay qilish, javobi joyida chiqmay qilish, kulkisi joyida bo'lmay qilishdan qo'rqmaslik bo'lsa kerak. Mushu nuqtadan aytganda, mo'minning o'zimi o'ylab yetmaganki, u haqiqatan oz uchraydigan baxtli kishi. Birmuncha kishilar borki, ularni kasallik sababi bilan o'ldi degandan ko'ra, tezgin deyolmaydigan, o'zlarini mangu qiynaydigan orzu-armonlari tufaylidan o'ldi degan tuzuk. Ular o'zlarining aslidagi turqidan qovliroq ko'rsatish ko'ydili bo'ladi. Boshqalarning o'zini aqlli, salohiyatli, chiroyli, yana kelib salobatlik, odil, keskin deyishni kim xohlamasin? Lekin mo'min undaq odam emas. U g'alati odam. Kishilar uningga g'alati odamga muomala qilgandek muomala qiladi. Mo'minning nihoyatda ochchig'ini keltiradigan bir ish bo'lib o'tgan edi. Bir qitim ma'lum bir kishining nazarsini o'tkazishga taraddud qilinayotganda, u maslahatlashishga taklif qilinmay qoldi. Bu ishga uning nihoyatda ochchig'i keldi. Ko'ngli behmo yerim bo'ldi. O'zining qoldirib qo'yilganligiga emas, bunday yig'inda u faqat kelib o'ltirib beradi. Baribir hech qanday narsaga tishib batmaydi. Dilqut xazinasi. Qadimki an'ananing buzib tashlanganligiga xafa bo'ldi. Mo'minning o'ziga tushliq dardi va g'am qayg'usi bor. U doim kechalarda yig'laydi. Buni yot odamlar bilmaydi, lekin uydagilar biladi. Mo'min navisining qo'shni do'kon yonida hang'iqib turganligini ko'ribla, bolaning nemadan beshib ketib turganligini darhol tushundi. Lekin mal sotquchi mehmonda. Avval uning bilan salomlashish kerak. Shuning bilan buvay tezli otdan tushib, mal sotquchiga ikki qo'lini uzatdi. Assalomu alaykum xo'jayin. Mal karvining tinch omonmi? Savdo setiq ishlaring o'ngishliqmi? Mo'min mal sotquchining qo'lini qizg'in silkidi. Hash-bash deguncha bir muncha vaqt o'tib ketibdi. Ko'rishmagilimi xeyli uzoq bo'ldi. Aman bo'lg'in. Mal sotquchi kulimsirab, uning ovora ustiveshiga ko'z yugurdi. Yanada yilqi yirtiq berzint o'tib. Xodini tikib bergan bo'z ishdan. Yirtiq chapan, ko'ni kigiz qalpoq. Karvongo aman esan. Yomon bo'lg'ini, savdogar mahallanglarga kelsa, sizlar o'rmonliqqa, jilg'iga qochid ekansizlar. Uni ozdab, ulush oldida jinini saqlagandek, xotininglarga har bir tiyini chin saqlashni topulaydi ekansizlar. Bu yerda mol degan tog'dak do'yinib ketsa-mu, hech kimning biror yomon xashligizi kelmaydi. Ayibga buyurma jigirim. Sening kelishingni bilgan bo'lsak, hargizmi ketib qolmagan bo'ladi.
Pulning yo'qligi yo'q. Kuzda yangi yo'lni sotgandan keyin. Nima desang da'va? Mal sotquchi uning so'zini bo'lib etdi. Men degan sanqaqlarni bilaman. Hammang pixsiqboy. Tog'da turishsan, yer, quruq o't degan qanchalik desang shunchalik bor. To'rt atrofning hammasi o'rmon. 3 kundimi oylanib tugatgili bo'lmaydi. Yana mol, hasal harsi beqishsan, shundoq emasmi? Shundoq turuqliq yana bir yamoq hashlashkimi ko'zinglar qiymaydi. Bo'ldi. Yipak tashliq yotgandan birini olgin. Kiyim tikish mashinasidanmi aran birisi qoldi. Voy xudoyim-ey, menda nadimi uncha ko'p pul bo'lsin. Oho, sening gapiga kim ishonadi? Sen o'tib ketgan pichiq qerisan. Pulni to'playverib nima qilmoqchi bo'lasan? Azrobi xudo, rostila pul yo'q. Munguzlik bo'g'i onamiz oldida qasam ichay. Bo'ldilar, bu mahmalni olgin, sana bir ishdan chiqadi. Alg'uchiligim bo'lsa, burun olgan bo'lardim. Munguzlik bo'g'i onamiz oldida qasam ichay. Hey, sana gap qilganing foydasi yo'q ekan. Mal sotquchi qo'lini silkib qo'ydi. Bu qatim kelgini bekor ketdi. Arozxon qayerda? Sahardala chiqib ketgan. Oqsoyga borsa kerak. Cho'ponlar bilan ozroq ishi bor o'xshaydi. Ha, mehmondorchilikka ketibdi-da. Mal sotquchi gapning tegiga yetdi. Birdamlik g'ayri jimjitlik hukm surdi. Ayibga buyurma jigirim. Xudo buyursa, kuzda yong'ini sotgandan keyin kuz bo'lishga xeyli bor texe. Undaq bo'lsa kechirgan Xudo haqqi mening uyimga berib, birdam o'ltirib choy-pay ichib ketgan. Men choy ichgili kelgan emas. Deb mal sotquchi unimadi. U yopiqliq yuk mashinasining eshigini yepib etib, buvayning yonida ishning qo'lig'ini tutib, mashinaning keynidan yugurishga tayyor bo'lib turgan baliga bir qarab etib qo'shib qo'ydi. Balaning maktabga kiradigan vaqti bo'lib qopti. Uning biror so'mka bo'lsa-mu elib bersang bo'ladi. Qancha yoshga kirdi? Mo'minning kallasidan tarsan mal sotquchidan ozroq bir narsa setib olmay qutulg'ili bo'lmaydigan o'xshaydi. Navramga rostila bir so'mka kerak. Bu yil kuzda bola maktabga boradi degan bir fikr chaqmoq tezligida o'tib ketdi. Ha, rost. Nemishqa o'ylamadim-kina. 7 yosh, yo'q, 8 yoshga kirdi. Kel, bu yoqqa kel. U burilib navrisini chaqirdi. Buvay bir hazog'icha yanchiqini oqtirib, saqlab qo'ygan 5 rublilik pulini chiqardi. Pul uzoqcha yanchiqda turgan bo'lsa kerak, purilishib ketgan edi. Ola salpon quloq, deb mal sotquchi shaytonlik qilib balaga ko'zini qisib qo'ydi-da, so'mkini balaga berdi. Obdan o'qi, bilim o'tkilidan o'talmasang, umr bo'yi buvang bilan jilg'idan chiqa olmaysan. Jazman o'talaydi, uning kanlas ishlaydi. Dedi mo'min qaytirilgan pulni sanaydi. Orqadan o'ng'aysizlangan holda yangi so'mkini tutib turgan navisiga qarab qo'yib, uni mahkam quchoqladi. Bu obdan narsa, kuzda maktabga borasan, dedi buvay past ovozda. Buvisi qo'pol, kuchli qo'llari bilan balaning beshini mehribonlarcha siladi. Bala kekirtigiga tuyuqsiz bir narsa qaplashgandek bo'ldi. U buvisining to'lmi judanga ekanligini sezib, ko'ngli bakmi yerim bo'ldi. Buvisining kiyimidan chiqqan alohida puraq, uchsidan kelayotgan quruq o't puraqi va amgakchiga xos par puraqi balaning burniga urildi. Sodiq, ishonchli buva. U bu balani dunyoda birdan-bir yaxshi ko'radigan kishi bo'lsa kerak. U ham oq ko'ngil, ham g'alita. Kishilarning hammasi uni chipilg'oq mo'min deydi. Biroq uningga nima bo'pti? Mayli u qandoq bo'lsin, o'zining mushundoq bir buvisining bo'lganligi yaxshi ishda. Bala o'zining munchola xushal bo'lib ketishini o'zimi o'ylab baxmagan edi. Ilgari u maktabga kirish to'g'risida o'ylabmi baxmagan. Burun u boshqa balalarning tag'ning u tarafiga San Kursga yesidagi maktabga ketayotganligini ko'rgan edi.
u buvisi bilan billa otga minib, u yerga bo'g'i avlodidan bo'lgan bir necha obro'liq mo'sifning nazarasiga borgan edi. Sumkaga ega bo'lgandan tartib, bola sumkani qo'lidan tushirib baxmadi. U xushalligidan qin-qiniga patmagan holda o'rmon qarovulxonasidagi barliq oilalarni arlab, o'zining sumkasini danglab chiqdi. Avval mo'misiga ko'rsatdi. Qora buvam ilib berdi. Arqadan Bekay hammachisiga ko'rsatdi. Hammachisi xush bo'lib, uni maqtab qo'ydi tehi. Bekay hammachisining xushal kunlari nihoyatda oz edi. U hamisha parishon yuratdi. Uning qalbi o'shmanlik bilan to'lgan edi. Uni falokat besib turg'achqa jiyanidan xabar olishga vaqti yo'q edi. Mo'misning aytishicha, uning bolasi bo'lgan bo'lsa, u boshqacha bir ayol bo'lgan bo'ladi. Hatto uning eri Orozqulni boshqacha odam bo'lgan bo'ladi. U chaqda Mo'min buvayni hozirgidek bo'lmasdan so'zsiz boshqacha odam bo'lgan bo'ladi. Hozir buvisining ikki qizi, Bekay va uning singlisi yana bolaning opsi bo'lsa-mu, ko'ngli yanada g'ash edi. Bolasi bo'lmasa, darvaqa yaxshi emas. Lekin bolasining bolasi bo'lmasa, ahvol texmi chataq. Mo'misi mushundoq degan edi. Tazimi g'alati ish. So'mkisini Bekay hammachisiga ko'rsatib bo'lgandan keyin bola yosh Guljamalning uyiga berib, uningga va uning kichik qiziga ko'rsatdi. Ondan u yana o'tloqni kesib o'tib, Seydahmadni izlab ketdi. U gilrang to'yga tashlan yenidan yugurib o'tdi. Bu topda uning to'yining dumbisiga urib qo'yishga cho'lisi yo'q edi. U yana Igar, Bo'ra, tankining yenidan o'tib, Udul daryoni bo'ylab chig'ir yo'lga chiqdi. Jig'anliqdan o'tib, o'ti o'rilib bo'lgan o'tloqni bo'ylab mengib Seydahmadni topdi. Seydahmad bugun o'zi yolg'iz ishlayotdi. Bolaning buvisi o'ziga taqsim qilingan yerning o'tini allaqachon o'rib bo'lib, Orozqulga tegishli yerninkini o'rib tugatgan edi. Uning ustiga quruq o'tlarni to'shib bo'lgan edi. Mo'misi bilan Bekay hammachisi quruq o'tlarni bir yerga yig'atdi. Buvisi dovlaydi. Bola bo'lsa buvisiga yordamlashib, o'tni harviga besishib berdi. Ular o'tni kali qotinining yeniga ikki dova qilib dovladi. Bu o't dovlari ratlik bo'lib, tag'aq bilan tarab qo'ygandek edi. Buvisi ularni o'tdan besib qo'yg'ashqa har qanday qattiq yomg'irmi o'tib ketmaydi. Ish shu tariqada davomlashaveradi. Orozqul o'tni o'zi o'rmay qiynatisiga ishtirib qo'yadi. Nima degan bilan u boshliqda. U doim buvayga va Seydahmadga "Xohlasam sizlarni hozirli bo'shib ketaman" deydi. Biroq bu maslikda degan gap edi. Buvayni haydab yetolmaydi. Buvay kelsa, ishni kim qiladi? Buvay bo'lmay qolsin cho'qini. O'rmonlikdagi ishlar undaq oson emas. Bo'libmi kuz kunlari. Buvay o'rmon degan to'zib ketadigan qo'y podisi emas. Lekin o'rmonga singdiradigan ajr qo'y podisininkidek oz bo'lmaydi. Kunlarning birida o't ofati yuz beradigan bo'lsa yoki kelkun kelsa, daraxt qechib ketolmaydi, yutkilolmaydi. Nada o'sgan bo'lsa, shu yerda nobud bo'ladi. Shunlashqa o'rmonga qarg'uvchi kishi daraxtlarning nobud bo'lmasligiga mas'ul bo'lishi kerak deydi. O'xshashla Orozqul Seydahmadni haydab yetolmaydi. Chunki u ishtoatman kishi edi. Uning har qancha tanbih bersa-mu, u gap yondirmaydi. Biroq bu ishtoatman ham sog'lom yigit, qavatli g'o'run, uyquchan edi. Shunga u o'rmon qarovuli bo'lib qolgan. Buvayning aytishicha, kolxozida uningdek yigitlarning ko'pinchisi mashina, traktor haydayalaydi ekan. Seydahmadchi hatto o'zining yangyulig'ini o't besib ketsa-mu chatig'i yo'q yuraveradi. Guljamal noiloj bolasini ko'tarib yurib, saylikda ishlaydi. Oldingi kuni buvaymi uningga koyib. "Bultur qish, mening sana emas. Ot ulaqi ishim og'rib, quruq o'tdan o'rib bergan edim. Agar bu yilmi men qerining o'tini ko'zlayotgan bo'lsang, rostingni ayt, men sana o'rib beray" dedi.
Seyid Ahmed bu sözden ta'sirlanib, bugun tong saharila o't o'rishga kirishgan edi. Arqasidan ittik kelayotgan oyoq tovushini anglab, Seyid Ahmed orqasiga burilib, yengi bilan yuzini surtib qo'ydi. Nimaga kelding? Birsimni chaqirdimi? Yo'q, mening so'mkam bor. Qora buvam ilib berdi. Yaqinda maktabga boraman. Mushunchalik ishga yugurib kelding? Seyid Ahmed qaqaqlab kulib ketdi. Mo'min buvay mundaq deb u barmoqlarini chekisi yanida aylantirib qo'ydi. Sen mushundaq ekansan. Akal, so'mkangni ko'rib baqay. U so'mkining qulupini sinab beqib, ich-teshini bir qur ko'rib chiqib, uni balaga qaytirib berdi-da, kulib beshini chayqadi. Sen qaysi maktabga bormoqchisan? Sening boradigan maktabing nerede? Qaysi maktabga deganing nimasi? Albatta dehqonchilik maydonining maktabiga boraman-da. Undaq bo'lsa, Jilg'isoyga bordi ekansan-da. Dedi Seyid Ahmed hayron bo'lib. Tog'dan o'tib u yerga borg'ichi bo'lgan orliq 5 kilometr keladi. Uning ozamat. Xazinasi. Buvan otga mingizib opirib qo'yman deydi. Kunda opirib akiladi. Voy xom xiyol qipti. Uning o'zi berib o'qigan bo'lsa toza muvofiq bo'ladi. Sen bilan bir partida o'ltirsa, darsdan tushgandan keyin belli qaytib kelsanglar bo'laveradi. Seyid Ahmed uchalari uzilgidek kuldi. U Mo'min buvay navrisi bilan bir partida o'ltirgan ko'rinishni ko'z oldiga keltirib, bahmi kulkilik his qildi. Bala o'ng'aysizlanib shuk bo'lib qoldi. Chaqchaq qo'ydi. Seyid Ahmed tushuntirdi. Seyid Ahmed balaning burniga osti chekib qo'yib, buvisi kiygizib qo'ygan shapkining chegilikini tartib ko'ziga tushirib qo'ydi. Mo'min o'rmonchilik organidan tarqatgan shapkini xijil bo'lib kiymaydi. Men qanchalik odamdim, ya boshliq bo'lmasam, o'zimning qirg'iz qalpig'imni hargizmi boshqa bosh kiyimga tegashmayman deydi. Hatto yoz kunlarimi Mo'min beshiga vaqti o'tib ketgan va cho'risi qora tavat jiyaklari o'mib ketgan oq qalpoqni kiyib yuradi. Qish kunlari u qadimcha malaxay kiyadi. O'rmon ishchilarining yeshil shapkasini bo'lsa, u burunli navrisiga kiygizib qo'ygan edi. Bala o'zi ilib kelgan xabarni Seyid Ahmedning mundaq masxara qilganligiga nihoyat xafa bo'ldi. U qapig'ini turib, shapkasini peshonasiga surib qo'ydi. Seyid Ahmed uning burniga yana chekib qo'yishiga tamshilganda, bala beshini burab ochiqlandi. "Mong'onon yeri." "Voy, nimancha ochiqlaysan?" deb Seyid Ahmed so'g'aq kulib qo'ydi. "Xafa bo'lma, so'mkam nihoyat chiroyli ekan." U balaning yelkasiga asta urib qo'ydi. "Qani, amsi yo'lingga mang, men ishlayman." Seyid Ahmed olqiniga birini tukirib, urug'i bilan o't o'rishga boshladi. Bala uyga qaytib yugurib ketdi. U yana yilqi chig'ri yo'l bilan mangdi. Yilqi toshlarning yenidan o'tdi. Uning hozircha toshlar bilan o'ynashga vaqti yo'q edi. Uning qimmatli yangi sumkasi bor. Bala o'zi bilan paranglashishni yaxshi ko'radi. Lekin bu qitim u o'zi bilan emas, balki sumkasi bilan paranglashishga boshladi. "Sen Seyid Ahmedning gapiga ishonma. Buvam undaq odam emas. Buvam besh yuvosh. Shunga boshqalar doim uni masxara qiladi. Besh yuvosh bo'lganlik uchun shundoq qiladi-da. U ikkimizni boshlab maktabga ilib boradi. Sen maktabning nerdigini bilamsan? Ancha yiroqda emas. Sana ko'rsatib qo'yay. Qara, qorovul teg'ining ustida turib-turibim bilan qarasak ko'ralaymiz. Yana sana axborot xotimni ko'rsatib qo'yaman. Biroq biz oldi bilan kapiga berishimiz kerak. Mening durbunim shu yerda. Aslida mozayga qarashim kerak edi. Lekin men har qatim axborot xotga qarab o'ltiraman. Mozim cho'ng bo'ldi. U yuguradigan bo'lsa, har qancha qilibni to'xtata olmaysan. Lekin u yana texichi sirni emib oladi. Sir uning onasi. Albatta o'z sutini mozayga emgizadi-da. Bilamsan, onu degan har qanday chog'da bolasidan hech qanday narsani o'ymaydi. Guljamal shundoq degan. Uning bir qizchig'i bor. Ha, sut sog'digan vaqtga oz qopdi.
Üstüne sığıp bolğandan keyin mozaypak qilib boramiz. Shu chaqda qarovul teg'ining ustiga chiqamiz. Tog'dan oq paraxodni ko'rgili bo'ladi. Men aslida Durbunga shundoq degan edim. Biz endi 3 kishi bo'ldik. Men, sen va Durbun. Bala so'zligash uyiga ketib o'tmoqda. U sumka bilan paranglashni to'liq yoqtirib qolgan edi. Aslida sumkaga u bilmaydigan o'ziga aloqador ishlarni so'zlab bermoqchi bo'lgan edi. Kutilmagan yerdan qarshiliq uchirdi. Ot tuyug'ining ovozi bilan tang daraxtlikning keyindan suratga mingan bir odam ko'rindi. Bu Orozqul edi. U otliq uyiga ketib o'tadi. Surat albashning egari jabduqlari tal. Uning yana tuch uzangisi, ulug'i va jildiring qilib turadigan kumush bezaklari bor edi. Orozqulning qalpig'i gadiniga surib qo'yilgan bo'lib, qizil tar peshonasi ko'rinib turadi. U issiqda bo'shishib, ot ustida uxlab qolgan edi. Rayon boshliqlarining kiyim yangisiga tahlil qilib tikilgan yoziq chipar quchapinining oldi echib etilgan edi. Oq ko'ynagi shimdan sirtqi chiqib qolgan. Uning talatidan rasa yeb ishkanligi ko'rinib turadi. Uning jazman bir yerda qimizni bo'lishiga ichib, go'shni to'yg'icha yeb qaytib kelishi edi. Atrofdagi padichilar har yili yozda taqib padi baqqila chiqqanda Orozqulni uylariga mehmonga chaqiradi. Uning nurg'un ko'ni do'stlari, ko'ni tunishlari bor edi. Lekin uni mehmonga chaqirtishda maqsad bor edi. Orozqul tarixga keladigan odam edi. Bo'libmi, uy solmoqchi bo'layotgan kishilarning nazarida shunday edi. Bu kishilar tog'da turadi. Malni tashlab ketolmaydi. Qurilish materiallarini bo'libmi yog'ochni qayerdan tepish kerak? Buning chorasi bor. Orozqulning ko'nglini ola olsanglar, ishing hal bo'ladi. Kesish ma'ni qilingan o'rmondan 2-3 tal yog'ochni elib ketaverasan. Unda qilmaydigan bo'lsang, malning keyindan tog' ichida sarson bo'lib yuraverasan. Umr bo'yi uyni sololmaysan. Ot ustida eg'irlashib mugidab o'ltirgan Orozqul parvosiz holda sifti o'tigi bilan uzangiga dastlab yetib keldi. Bala so'mkisini pulanglatib uning oldiga yugurib kelganda u qattiq cho'chib otdan yiqilib tushgili qoldi. Orozqul tog'a, mening so'mkam bor. Yaqinda maktabga boraman, qarang so'mkamni. Voy kasofat! Orozqul alaqsada bo'lgan holda otning chulurini tortib, og'zini buzib tilladi. U mas ko'zlari bilan baliga qaradi. Bu yerda nima qilib yuriysan? Nerdan kelding? Uyga ketyapman. Mening so'mkam bor. Men uni Sidi Ahmadga ko'rsatib keldim. Dedi bala ovozini tuvallatib. Bo'pti, yugur o'yna. Deb Orozqul g'udunshib qo'yib, ot ustida eg'anglagan peti yo'liga ravon bo'ldi. Uning undaq mas so'mka bilan nima chatig'i? Yana ota-onasi tashlab etgan bu balaning, ya'ni xotinining bu jiyanining uning bilan nima aloqasi bor? Taqdir doim uning bilan qirishayotgandek edi. Xudo uningga birarmi o'g'il bermadi. Boshqalarga bo'lsa, sexiylik qilib, ortiqlik qilgudek darajada berdi. Orozqul hozirg'am peti o'ksib yig'lashga boshladi. İçiniş ve düşmanlıktan onun nefsi boğuldu. O özüge içindi. Dünyada yaşap hiç qandaq iz qaldırılmağanlıqı içindi. Onun toğmaz xotunuğa, bu qağış tekkür xotunuğa üçlüge keldi. Toy qılğılı uzaq yıllar bolğan bolsunu, xotunu hamildar bolmadı. Sal durup edivimni bermisən? Deb Orozqul güçlük müştimle çın tügüp içide hayvi qaldı. G'udun işini, ovozini chiqarib yig'lab tashlamaslikka tirishdi. U uyiga beribla xotinini urmoqchi bo'ldi. Har qitim Orozqul mas bo'lsa-la xotinini uratdi. Qaliga o'xshaydigan bu ablah dard va uyushmanlik ichida barg'an sari ahmoqlashib ketayotardi. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Qirg'iziston yozuvchisi Chingiz Aytmatovning Axbaraxut nomli asrini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Yoqtirib anglag'ininglarga rahmat, xayr xo'sh.
xazinasi, Uyg'ur xalqining urf-odat, mashhur shaxs tibobat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar. Karton ilpa, qonun nizam, ishorat tili, tan tarbiya, fizika, ximiya qatorliq 600 dan ortiq kasbiy sohadagi Uyg'urcha, xanzucha, inglizcha 3 xil til, 6 milliondan ortiq so'z, ovoz ham surat bir gavdalashtirilgan kompyuter yumshoq detali. Bilmaganni bilqutun bil. Bilqut xazinasi.